Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Oltiariq tumani Jo'rak MFYda ta'lim fidoyisi hisoblangan, ko'pchilikka o'rnak bo'la olgan Ibrohim Hoji Rahimov xotirasi yod qilinmoqda. Xudoga ming qatla shukr. Mana ota-bobolarimizni eslash, yodga olish, bunday chiroyli o'shalarni marosimni o'tkazish uchun qanday bir tadbirlar tashkil qilish, yaxshi narsa tashkil qilinib, bu yerda ham mana shaxmat turniri. Turumjon akamni o'zi shaxmatchi edi. Ertaman boshlasa kechgacha o'ynab qo'yar edi. Mana qishloqda Turumjon aka desa hamma taniydi. Turumjon akamni juda qiziq gaplari bo'lar edi. O'shalarni eshitib katta o'qamiz qisqasi biz. Mana bugun shu nevarasi shu ishlarni tashkil qildi. O'g'illari, farzandlari men ayniqsa juda xursand bo'lib ketdim. Turumjon akamni ko'rgandek bo'ldim. Bular hozir bolalarni ham ko'raman. Irim o'g'illari ham shunday otalaridek hurmatga sazovor bo'lsin. Marhum Ibrohim Hoji Rahimov mehnat faxriysi, ta'lim fidoyisi, ustozoda san'atkor 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan shaxmat bo'yicha xotira turnirini tashkillaganmiz. Ko'rib, o'zingizlar guvohi bo'lishinglar mumkin. İbrahimjon shunday inson bo'lganki, er sevgan, har sevgan, yuzdan tabassum armagan, so'zga boy, askarcha gapida mantiqa bor inson edi. Ana Ibrohimjon keldi, yana o'tirishga payish keldi deydi inson edi. Endi o'z akamdan ham ulug' edi. Chunki 71-yillarda men yangi ishga kelganimda bizga mehribonlik qilib, o'z akamdek rahbar bo'lsa ham shunday nasihatlarni qilardi. Birga o'tirishlarda ko'proq bo'lardik. Chunki Yunsal hojini o'tirish joylarida birga Haytal akamlar, Ibrohim akamlar birga o'tirardi, ichida biz yoshdik. Biz shunaqa shirin so'z, qiziqchilikka usta odam edi, kuldirib o'tirardi. Xarakterlari bir odam o'tirgan bo'lsa, eshikdan qadam bosib kirishi bilan kulgi boshlanaveradi. O'zidan o'zi hali u gapirmasdan boshqa Turumjon keldi. Turib gap kulishaveradi. Endi bu odam fayzli odam edi. O'zi nur yog'ilib turardi yuzidan. Katta hojilarga borgan, hojilarga borib kelgan. Haqiqiy insonlarning ichida inson deb sanaganingizda iymoni baquvvat inson edi. Haqiqiy insonni bilamiz biz. Hozirgacha mahallada eslab shuni gapirib yuramiz mahallada. Alloh ilohim rahmatiga olgan bo'lsin, joyi jannat bog'larida bo'lsin. Kavsar suvlari serob joylardan Alloh bergan bo'lsin ilohim. Yomon emas, sizni hamma ko'p hali kuruklarda maqtashyapti, qo'g'iraga moshni sindirib tashlayapti deyishyapti. O'tirishibdi-yu, so'rada bunaqa so'rada endi bu 60 ga 70 ga kelganda farzand ko'rgan, unga ot topshalmayapti. Ot topshalmayapti dedi. Bular hoji kelib qoldi, kelib turib nima bo'ldi dedi, otini nima qo'yamiz o'sa, hokim tog'a 60 voy desa, biri 70 voy dedi, biri palonchi jon desa, Ibrohim hoji borib aytdi, buni oti Dada Sharof. Shuni otini endi 80 ga kirganda ko'rganmi? 80 70 degan. 70 da. 70 voy u bu desa, hoji voy chiqib turib, nima bo'yapti dedi. Chega filmda chiqib turib, shunga ot nima bo'yapti dedi. Buni oti aniq dedi. Nima dedi? Dada Sharof. Hojilar. Blogger Dostonbek Rahimov. Mamlakatimiz bo'yicha 9-may va xotira qadrlash kuniga tayyorgarlik bo'lyapti, nishonlanyapti. Chunki o'tib ketganlarda xotirasiga bo'lgan bir ehtirom bo'lyapti-da. Hurmat bo'lyapti. Mana bugun shu shaxmat bog'onasida Ibrohimjon akamni yana
Hoji tog'oni xotirasiga bag'ishlangan bugun mana turnir bo'lib o'tdi. Shunaqa tadbirlarda, shunaqa joylarda mana bu o'tkazilgan tadbirlarda ommaviy axborot vositalari orqali yoritiladi, boshqa yerda ko'rsatiladi, yilda ko'rib, bu kim ekan deydi. Hech bo'lmasa o'sha bolada, yosh avlodda qiziqish hosil bo'ladi. Endi menimcha bunaqa tadbirlarni ko'p o'tkazishimiz kerak. Endi bunda tashkilot rahbarlarimiz, ayniqsa ziyolilarimiz, nuroniylarimiz bosh bo'lishi kerak endi. Mirashjon, yana sizlarga ming marta rahmat. Mana shu kallikni shunchalik nima qilib keldiki, bu ham bo'lsa bir tarixiy hodisa desak bo'laveradi. Shunday hozirgi zamonda, shuncha mana oilalarni tashlab, ishlarni tashlab, bunday kelganlaring o'zi bir xotira qadrlash kunida o'tganlarimizni oiladagilarda, qishloqdagilarda bir yana xotirlaylik. Qo'llarimizga xotirlab turib aytib beraylik. Mana qo'shnimiz bo'lar edi, urushga ketdi. Shu nimasi uni qaytib kelmagan deb hech bo'lmasa shunga o'xshagan gaplarni gapirib qo'ysak, haligi xotir. Mana shunaqa mana televizorda ko'ryapsan, urushda qo'shnimiz ham ketgan edi, qaytib kelgan yo'q, bolam. Har zamonda eslashimiz, bizni bilishimiz degan gaplarni aytib qo'yishimiz kerak. Hammamizni umrimiz ziyoda bo'lsin, biz tinch bo'lsin, bunaqa sharq davlatlariga o'xshab haligi to'polonlar bo'lmasin. Albatta ko'p endi duolar qilib tinchlik, omonlik bo'lsin, dasturxonimiz mo'l bo'lsin, rizqimiz ulug' bo'lsin deymiz-da. Shu duolarimiz menimcha bir ijobat bo'lyapti kerak. Hammamizga tinchlik, omonlik bo'lsin. Tashkilotchilarga yana bir marta o'zim nomimdan tuman nuroniy jamg'armasi kengash a'zosi sifatida butun tuman nuroniylar nomidan tashkilotchilarga rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Hamma narsani yakuni bo'lgani kabi bugungi musobaqamiz ham yakuni bo'ldi. Natijalarimiz ham chiqdi. Bugungi musobaqamizda xudo xolasa bir haligi nojo'ya harakatlar, e'tirozlar bu yo'q-a? Yo'q. Hamma yaxshi chiroyli bo'ldi. Mana yaxshi bo'lsin, mana akamizga rahmat. O'zi ustida turib, chiroyli qilib tashkillab, narsani oxiriga yetkazib berdi. 3-o'rinni egallagan Ergashev To'lonboy Qotirovichni Oltiariq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi diplomi bilan taqdirlanadi. Xo'p, ikkinchi o'rinni egallaganligi uchun Karimov Rasuljon Hojimatovich taqdirlanadi. Rahmat. Bugungi musobaqamizning eng mutlaq g'olibi Boltaboyev Rasuljon Xudoberdiyevich. Qutlug' bo'lsin. Ushbu turnirimizni tashkillashda hamjihatlik bilan va uyushib yordam bergan Ibrohim Hoji Rahimovning farzandlariga hamda oila a'zolariga tuman xalq ta'limi maktabgacha va maktab ta'lim bo'limining tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Salomat bo'ling. Ushbu turnirni yoritish jarayonida, ijtimoiy tarmoqlarda yoritish jarayonida eng o'zini faolligini ko'rsatayotgan oila farzandimiz ekan bular bugungi kunda tumanimiz, viloyatimizdagi eng ommaviy axborot vositalarini o'zgarib ko'ringan vakili Rahimov Dostonbek Nodirbek tadbirimizni ham yakunlasak bo'laveradi. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Eshigimiz kattakon ochiq. Har doim keladigan rahmat. Sport zalimiz bor, kattagina. Sport zalda futbol bizlar, voleybol bizlar o'ynash imkoniyati va boshqa sport turlaringizni
har haftani prezidentimiz belgilab bergandek shanba kuni sport kunlari bo'ladi. Bemalol mahalladagi yoshlar, kattalar kelib, bemalol shug'ullanish imkoniyatiga egasizlar. Rahmat deganlarim uchun. Ustozimiz, hamkasbimiz Rahim tomonidan xotirasiga bag'ishlangan sport musobaqasi bo'ldi. Shaxmat musobaqasi bo'ldi. Mana shunda 15 ta ishtirokchi ichida men 2-o'rinni oldim. Juda tadbir yaxshi bo'ldi. Allohim mana shu shaxmat sabab ustozimizni xotirladingiz, o'yin joylari jannatdan bo'lsin. Jo'ray MFAdan chempion bo'ldingizmi? Necha kishi qatnashdi? 15 kishi. 15 kishining ichida birinchi o'rinni oldingiz. Tuyada tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Blogger Dostonbek Rahimov.